Qudratbek 049 Nexia'ni egasiman. Nexia'ga haqiqatda ovoz kuchaytirib yurishtirib o'rnatganman. Yurishtirdi, mahallam ijrochisiga gapirgan, aytganda bartaraf qilib qo'yganman. Fevral oyi, yanvar oylarida edi, chiqarib bartaraf qilib qo'yganman. Hozirda gay xodimlari tekshirishdi, yurishtiruvni bartaraf bo'lgan. Fuqarolardan e'tiroz bo'lgan ekan, sud anaqasida gaylarning chorasini ko'rdi. Boshqa bunday bo'lmaydi, boshqa qaytarilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu Nexia 1 rusumli transport vositasini tovush so'ndirgichiga, ya'ni yurishitiliga maxsus tovush kuchaytiruvchi moslama o'rnatib olganligi haqida xabar tarqaldi. Holat bo'yicha Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilishi natijasida transport vositasi aniqlandi. O'tkazilgan surishtiruvlar mobaynida ma'lum bo'lishicha, ushbu transport vositasida ovoz kuchaytiruvchi maxsus moslama bo'lgan, lekin hozirda haydovchi uni bartaraf qilganligini ma'lum qilgan. Fuqarolarimizdan kelib tushgan e'tirozga asosan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi.